25 dekabr 2025-yil kuni soat 21:25 da Milliy TV efirida "Tozalovchi" serialining 124 qismi namoyish etiladi. Bu loyiha allaqachon oddiy serial bo'lishdan chiqib, inson taqdiri va ichki kurashlar haqida chuqur hikoyaga aylanganini yana bir bor isbotlaydi. Tozalovchi"ning kuchi shundaki, u hayotni bezamasdan boricha ko'rsatadi. Har bir voqea asta-sekin, lekin mantiqan rivojlanib, tomoshabinni qahramonlarning qarorlari va his-tuyg'ulari ustida o'ylashga majbur qiladi. Serial shov-shuvli sahnalar bilan emas, balki sokin dramatizm va ichki keskinlik orqali ta'sir qiladi. Asarning asosiy g'oyasi, har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, bu qismda yanada teranroq ochiladi. Har bir holat ortida yashirin dard, sabr va umid borligi nozik tarzda ifodalanadi. Qahramonlar sun'iy emas, ular ishonarli va hayotga yaqin. Tozalovchi vaqt o'tgan sari o'z qadrini yo'qotmayotgan seriallardan biridir. U tomoshabinni befarq qoldirmaydi, aksincha, hamdardlik va chuqur mulohazaga chorlaydi. Shu sababli yangi qismni kutish tabiiy qiziqish va ichki hayajon bilan kechadi.